Assalomu alaykum. Yaxshilar omonmisizlar? Xo'p, demak, bugun endi Prepros kitobidan 7-savolni muhokama qilamiz. Xo'sh, demak, boshladik. Bismillah. Demak, qarasam menda nima beribdi? Darajali funksiya beribdi. Xo'p, endi ketdi. Exponential function. Exponential degani bilib olinglar, darajali function nima bilamiz? Funksiya. Given above, given degani yuqoridagi. Ya'ni yo'q, uzr, given degani berilgan. Above yuqoridagi. Demak, yuqoridagi berilgan funksiya passes through. Har doim birga keladi. Passes through. Demak, pass degani o'tmoq, through degani orqali. Points. Demak, bu nima? Nuqtalar. Demak, qaranglar. So'zlar qaytarilyapti. Ya'ni SH'da shunday. 60%, 70% so'z qaytarilaveradi. Ya'ni qayta kelaveradi. Undan ko'proq desak ham bo'laveradi. 80% desak ham bo'laveradi. Ya'ni yangi so'z qo'shilib, unaqa yangi nima bo'lib ketmaydi. Ya'ni SAT o'rganib turganlar 5 ta 10 ta darsdan keyin yana so'zlar qayta kelaveradi. Men ingliz tilini bilmayman, o'rgana olmayman degan savolni o'zlariga bermaydi. Demak, points nuqtalar, nima qanaqa nuqtalar ekan? Bu va bu. Shu va shu nuqtalar orqali o'tar ekan. Endi aytyapti. What nima? Possible. Mumkin bo'lgan. Value qiymati B. B ning mumkin bo'lgan qiymatini toping deyapti. Demak, value qiymat. Xo'p. Ko'rasizlar, har safar yozib beryapman. Demak, sizlar yodlashga harakat qilinglar. Ya'ni men aytishimdan oldin o'zlaring bu value dedimmi? Demak, o'zlaring aytlaringda qiymat deb qaytaringlar. Demak, B ning qiymati, mumkin bo'lgan qiymati nima deyapti. Xo'p, demak ketdi. Demak, men x o'rniga s qo'ysam 8 chiqar ekan. Ya'ni birinchi bilamiz x, ikkinchisi y. Demak, 350 chiqadi. Men f at x o'rniga 350 qo'yaman. Qachonki x o'rniga 2 s qo'ysam. A darajasi 2 s minus b. Endi s o'rniga 8 qo'ysam, ya'ni f at x o'rniga 8 qo'ysam, bu x o'rniga s qo'yaman. A darajasi minus b. Nima qildim? Tenglamalar sistemasi. Endi men bu tenglamalar sistemasini bir-biridan nima qilaman? Ayirib olaman. Ayirib olsam, ketdi. 350 dan 8 ayiraman. 342 teng a darajasi 2s minus a darajasi s. Ya'ni minus b da qisqarib ketdi. Xo'p, men endi a darajasini x deb olaman. Bu yerdan kelib chiqadiki, 342 tenglik x kvadrat minus x. Ana. Endi bir tomonga o'taman. X kvadrat minus x minus 342 teng 0. Xo'p, endi bu yerda xohlasalaring desmizga qo'yinglar, xohlasalaring o'ylab topinglar, xohlasalaring v7 x1 plus x2 1 ga teng. x1 ko'paygan x2 342 ga teng minusdan. Demak, buni qarama-qarshi ishorasi bo'ldi. Ko'paytmaschi minus p, ya'ni s ni o'ziga teng. Xo'p, minus 342. Endi ko'paytirsam, bu qo'shsam bu. Son topishimiz kerak. Xo'p. Menimcha minus 17 bilan 18 desam bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmadi. Minus 17 bilan 16 desamchi. Qo'shsam bo'lmaydi. Xo'p. 16 kira 17 necha o'zi? Ko'paytirib ko'raylik. 6 kira 42 x ko'rildi. 17 1 2 7 2 272 yetmayapti. Demak, oshirishim kerak ekan. Xo'p. 19 bilan nechini olay? 18 olsam. Ko'paytirsam 72 ni 2 7 yodda. 8 kere 1 8 7 bilan 15. 1 kere 9 9, 1 kere 1 1. 2 4 342. Ana chiqdi. Demak, 18 ekan birinchi ildizim va ikkinchi ildizimchi minus 19 ekan. Desam bo'lam, yo'q, teskarisi.
Demak, bunisi minus 18, bunisi plus. Sabab men minus 18 ga qo'shaman 19 ni nima chiqish kerak? 1 chiqish kerak. Demak, javob minus 18 plus 19. Endi bu nima kelib chiqdi? Bu biz a darajasini x deb belgilaganmiz. Endi a darajasi manfiy songa teng bo'lishi mumkinmi? Ya'ni a darajasi teng minus 18 deyish mumkinmi? Yo'q. Bunaqa holat yo'q. Ammo men a darajasini 19 deyishim mumkin. Demak, a darajasi nimaga teng ekan? 19 ga teng ekan. Xo'p, mendan nimani so'rayapti? B ni qiymatini so'rayapti. Demak, mana kitobga qo'yaman. Va undan B ni topaman. Demak, 8 tenglik 19 minus B. To'g'rimi? Demak, 19 minus B. Endi bu yerdan B ni topsam, bu baqa o'tadi plus bo'lib 19 ayru 8, ya'ni 19 dan 8 ayiraman, 11 degan javob chiqadi. Demak, unda katecha bo'ladi. Shu katechani ichiga biz 11 deb kiritib qo'yamiz. Xo'sh, demak, bu 7-misol edi. E'tiborlaring uchun rahmat, sog' bo'linglar. Savollari bo'lsa, kommentariyada qoldirishlaring mumkin.